Hurmatli obunachilar, Renessans klinikasida navbatdagi kompleks amaliyotimizni boshlaymiz. Demak, patsientkamizda bugun krugovая liposuksiya, intimniy plastika hamda уменьшение груди, ya'ni reduksion mamoplastika operatsiyalarini o'tkazib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, ko'kraklari juda ham katta, osilgan. Biz esa hozir buni implantsiz chiroyli qilib kichraytirib beramiz. Hurmatli obunachilar, navbatdagi kompleks amaliyotimizning natijasini ko'rishingiz mumkin. Demak, bugun biz krugovая liposuksiya, intimniy plastika hamda reduksion mamoplastika operatsiyalarini chiroyli qilib o'tkazib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin, implantsiz holatda ko'kraklarni kichraytirib, ko'tarib berdik.